Lyuksemburgda mana akalar, bu yerda Yevropada insonni xavfsizligi birinchi o'rinda. Shuning uchun kaskalar bilan даже ko'zoynakdan taqib tur, bo'lmasa bizga gap tegadi dedi. Bu yerda inson xavfsizligi birinchi o'rindaligi mana mashinani yopib, kalitini mana bunga ilib qo'ydi, balonni to'sib ham qo'ydi. Ilib qo'ymayman, meni kalitim polit dedim, mana shu yerga qo'yib qo'ydim. Sen mana shu reshatkadan dedi, temirni orqasida tur dedi. O'tmay yoqa, men yuklab bo'lganim uchun o'zim aytaman dedi. Akamiz turkiyalik ekan, yuk yuklaydigan aka. Bizlarga gap tegadi bo'lmasam, shundan nariga o'tma. Va kaskani o'zingga yoqmasa ham kiyib ol, bizlarga gap tegadi dedi. Kassim bilan nima? Qo'yda kelyapsanmi deb hazil-huzul bilan baribir o'zimiznikidek his qiladi odam. Musulmon bu ham. Akamiz bu hazilni me'yorda qilib qo'yar ekan. Ancha gaplashdik, men buni ochib doskalarni tushirganimcha. Bemalol yuk tortyapti, vaqtim bemalol. Kech bo'lishiga qaramasdan o'zi ishni kech boshlagan edim. Hozir yuk tortyapti. Video olish mumkin emas, lekin so'radim. Mayli o'lar, lekin men tushmaydigani uchun olganim yo'q. Nargi tarafini ochib berdim. Yukni videoga ko'p tushib ketmasligi uchun orasiga taxta qo'ydirdim. Hozir yana bir hisob keladi, 6 tami. Ikkita-ikkitadan qo'yapti. 3 qator qo'ysa bo'ldi. Bunaqa video olmaganimga ham ancha bo'lgan edi. Yukni ortaydigan jarayonimda ichkarida tashqari qorong'i tushgan. Lekin ichkaridan olishimga ancha bo'ldi olmaganimga. Mana yukni yuklab bo'ldik biz ham. Mana shunday qilib bog'ladik. Akamiz bilan. Yukni ortib bo'ldik kechasi yarim oqshomgacha. Ertalab mana ishni boshladim. Ertalab qolimi? Saharlab ishni boshlagan edim. O't. Buna qara. O'tsangchi. Shunaqa shopirlarga hayron qolaman. Qara, 70 ga tushdim. Shunga yo'l berish uchun. Yana pastlaganini qarada buni. Yeni gazlab ketgan, siqib o'tib ketyapti. Bunaqa shopirlarga bor-ku, asabni ketkazganingizga arzimaydi-da. Prosta qo'yib qo'yish kerak, tamom. Hamma o'zini yo'lini yursin. Shopir odamning asabi tez charchaydi akalar. Meni tushungan akalar kim? Shopir akalar tushunadi meni, yo'lda yurganlar. Xoh katta mashina haydaydiganlar bo'lsin, xoh kichik mashina haydaydiganlar bo'lsin, farqi yo'q. Ular nima deyotgandek, kechasi bilan yukni ortib bo'ldik. Ertalab mana 4 soat 48 minutdan beri yo'lda yuribman. Va yuk tushiradigan joyimgacha 18 kilometr qoldi. Bu degani nima degani? Bu degani akalar, bir kunda yukni ortib, bir kunda tushirish deyiladi. Bor yo'g'i 150 kilometrgina masofa bosdim xolos. 150 kilometr. Orada zapravka qildim, lekin bir kunda 3 ta davlatni kezdim, 3 ta davlatni. Bu degani Lyuksemburgdan yuk ortdim. Belgiyada zapravka qildim. Fransiyaga hozir yuk tushiraman. Fransiyaga o'tdim. Bu degani bir kunda deyarli 4 soat ham bo'lgan emas mana. 4 soat ichida 3 ta davlatda bo'ldim. Bu shuncha ishlagan bo'lsam, uzoq masofaga olib borganman, postoyanni. Eng yaqin masofa bo'ldi-da. Birinchi marta buncha yaqin masofaga ortishim. Lekin mashina bog'lagandik. Kechasi ko'rdinglar bog'laganimizni. Har bitta simni, rulon simni alohida iplar bilan, arqon bilan, boyagi treshotkalar bilan tortib bog'ladik. Kechasi soat 10 gacha ishlarkan. 10 gacha yukni bog'lab, qotirib, mashina qilib ishladik lekin. Hozir yuk tushirgan kelganman, bu yerga ham endi reminlarni yechish kerak. Shuncha bog'laganimizni reminlarni taklash kerak, treshotkalarni joyiga qo'yish kerak. Ish bor-ku, ish.
bunaqa ishga agar reyschilar tushib qolsa, Next camera in 1 kilometer. bugun ortgan yukini, ertalab ortgan yukini kechqurun tushiraversa borku, 500 meters. gapirtirgani qo'yi. Ertalab ortgan yukini kechqurun tushiraversa, rosa qiynaladi. Tintovkani shunaqa yomonlaydi. Reysni shunaqa osmonga ko'taraveradi keyin. meters. Radar shuncha aytib kelyapti, yana tez kelaveryapti. Ustida radar kelyapti. Ey, ko'zingga qara deyapti. 60 ta radar turibdi, men 65 kelyapman. Ehtiyot bo'lish kerak. Radarga tushsangiz, aytgan chakalar, radar nech pul bu yerda? Bitta radarga tushsangiz 60 euro. Tezlikni oshirsangiz. O'zimizda bir akalat-ku, bir akalat qancha? 400 ming, 300 ming qancha? 330 ming edi. Oxirgi marta men to'laganim 330 ming edi O'zbekistonda. Hozir bilmadim. Bu yerda 65 euro. Ideda 850 minglar bo'lsa kerak, adashmasam, so'mdan. 8850 minglar bo'ladi. Bitta radarga tushish qimmatga tushadi akalar. Aylanib kelib qolgan joyimni qarang endi. Kichkinagina adashcha mana shunaqa joylarga olib kirib qoladi, loy joylarga. Agar bu yerga botib qoladigan bo'lsam borku, 24 tonna yuk bilan. Ishkal. Baxtimga mana bu texnikalar bor ekan va ancha yurgan, bosilgan shibim bo'yapti tagi. Lekin mashina balonlari loy bo'lib, rassos tushib ketdi. Nima uchun bu yerga kelib qoldim? Hozirgina tekis yo'lda kelyaptim, yaxshigina. Yuk tushiradigan joyga ozgina qoldi. Kelgan joyimni adashib o'tiribman-da. Kichkinagina xatolik o'tdi mendan. Va yana o'tdi-ga. Burilib oldik-a. Shuncha joyga kelganman, qarang. 300-400 metr yurib keldim, boshqa ilojim yo'q edi burilishga. Joy izlab. O'zi yukni mana bu o'ng tarafimga tushirishim kerak. Men mana bu darvozadan kiradi deb o'ylayapman-da, mana o'ng tarafdagi. Bu yerdan kirmas ekan. Kiradigan joyi narigi tarafda ekan. Xaritadan qaravdim. Bu yerda rasmi turgan ekanda. Men to'g'ri shu yerga kelibman-da, adashib. Orqaga qaytay desam, mana bunaqa yo'llar bor. Mana qarang. Orqaga o'tirishda o'tib bo'lmaydi, juda qiyin. Arang siqyapti o'zi mashina. 2,5 metr ekan. Mana shu o'ng tarafga biz burilishimiz kerak. Kerak ekan. Hop. Kattaroq pog'orat olamizda, burilamiz. Mashinani qayerga qo'yib tursak bo'lar ekan, mana zirak bor ekan bu yerda. Zirak bor ekan, parkovka shu yerga qo'yib tursak bo'lar ekan. Shu do'ngalakcha nima kerak ekan, shu yerga. Mana shu yerga qo'ysak bo'ladi işte. Stop. Ish kerak. Mana bu yuk tushirgani, yuk ortgani kelasizlar-ku. O'sha vaqtda qarang. Bitta joyda 2 ta 3 ta firma bo'lishi mumkin-da. Nomiga qaraysiz. Nomi qayerda yozilgan bo'ladi? Mana Smerda yozilgan bo'ladi. Smerda mana ikkinchi grafaga qarang.
shahar nomi va firmani nomi yozilgan. Firmani nomi Gantois yozilgan mana. Gantois firma mana. Gantois, tamom. Mana shu. Endi kiramizda hujjatlar beramiz. Va ishimiz bu yerda minutga bormadi. Bizni kutib turgan ekan o'zi mana. Pechatlarni tars urdida. Endi bu joyda boyagi joyga boramiz. Faqat u darvoza ochilmas ekan, lekin aylanib boramiz o'sha joyga. Boya ko'rsatgan joyga. Ketdik ana. Vaqtimiz ham 15 minut qoldi. 45 minutlik pauzaga to'xtashimiz kerak. Lekin biz yuk tushiramiz. Mayli, yuk tushirib bo'lgandan keyin shu yerda o'ziga 45 talikni ham chiqarib, pauza qilib, obed qilib, undan keyingi qiladigan ishlarimizni ko'raveramiz. Hozir yuk tushirish kerakmi? Yuk tushirish kerak. Oramda bo'lamiz. Yoyma setkalar ham, setka devorlar ham. Asosan setka devor tayyorlayotganda bilaman. Setka devorlar bo'ladi-ku, o'rmonlarni girdidan o'rab qo'yadi. Shunaqa ekan bu yerda. Yukni tushirib bo'ldik akalar. Ozgina qoldi, bitta qoldi. Bitta kara bilan olsa bo'ldi, tamom. Shu bilan gatov. Undan keyin bu yerga chiqib ketish, orqa bilan olarkanmizda chiqib ketarkanmizda. Postay paletlar bor ekan. Bizga xalaq bermaydi. Bu yer ancha sovuq. Hozir kelishimdan yo'lda qorlarni ham ko'rdim. Qor tushgan Fransiyada. Men turgan joyda yo'g'i, hozir kelishda yo'lda ko'rgandim, qorlar tushib -5 darajagacha tushib ketdi. Tabloda ko'rsatdi. Hozir yaxshi. Shuning uchun aytamanki, faqat refda ishlaversa bo'lmaydi. Mana shunaqa sovuqda ozgina odam qizib olish uchun harakat qilish kerak. Harakat qilish uchun pent bo'lsa, mana shunday ishlarda harakat qiladi. Yukni ortish, tushirishda remetlarni boylaysiz. Pentni ochasiz. Bas chiqish kerak. Vay. Bu shunaqa gaplar. Endi biz yopamizda obed qilib, undan keyin yo'lga chiqamiz. Yukni tushirib bo'ldik akalar. Hozir choyni ham ichib bo'ldik, obedni ham qilib bo'ldik. Endi qaranglar. Hozirdan yana tugatgandan keyin yangi zagruzka berdi. Qarang, Fransiyani o'ziga, bu degani men turgan joydan 82 kilometr uzoqlikda yuklayman va keyin 864 kilometr Fransiyani o'zida yuraman. Fransiyani bu burchagidan narigi burchagiga olib boraman. Bu qayer? Marselga boramiz endi akalar. U taraflar issiq. Hozir yuklaydigan joyim Fransiyada, men turgan joy qanaqa shaharligini ham bilmayman, to'g'risi qaraganim yo'q, chunki saharlab keldim qorong'uda. Ketdik endi. Marselga boramiz akalar. Yukni o'rtaylik, nima yuk ekan.